Qizlariki gapirmasam bo'lmaydi. Gapirmasam portlayman. Portlamasligim uchun gapirishim kerak. Instagramda bitta oshqozon bir baloq markazi shu patsientlari tualetga olib kirib chichgan videosini olib chiqmadi, xolos qolgan. Hamma yog'ini olib chiqib yotibdi. Klient yo'q shekilli. Klientni qanday jalb qilishni bilmayapti shekilli. O'rtoqlar, shu oshqozon kestirib bir bo'q yegan inson sifatida sizlarga maslahatim, bu ishni qilmanglar. Sog'lig'inglar o'zingizlarga kerak bo'lsa, bu ishni qilmanglar. Bir ayolning videosini ko'rdim. U ham oshqozon kestirgan, Instagramda juda videolari rekka chiqqandi. Oshqozon kestirish uchun boy bo'lishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Siz oshqozonni kestirganingizdan keyin, undan keyingi licheniyalaringizga, dori-darmonlaringizga zararli pulni taxlab qo'yishingiz kerak. Men 2 yildan oshdi oshqozon kestirganim. Oshqozondan yaxshi ozganim yo'q. Lekin azobini o'zim bilaman, Xudo biladi. Doim immunitet past, gemoglobin va shepas, vitamin yetishmovchiligi. Gemoglobinni ko'tarishni birdan bir to'g'ri yo'li bu ovqatlanish. Ovqat orqali siz yaxshi gemoglobinni tabiiy yo'l bilan ko'tarasiz. Lekin sizda oshqozon yo'q, siz bo'ldi tabiiy yo'l bilan ko'tara olmaysiz. Nima qilish kerak? Dori-darmon. Dori-darmonlar ham vaqtinchalik ko'tarib beradi. Bitta qiziqish uchun shunchaki aptekaga kirib gemoglobin ko'tariladigan kapelitsalar, dori-darmonlar narxini qiziqib so'rab ko'ringchi, qancha turar ekan. Yana yozib qo'yibdi tagiga. Mublogrif. Oshqozon kestirib yomon deyotganlari gapiga ishonmanglar. Sizning gapingizga ishonamiz. Siz bu yo'ldan o'tmagansiz-ku, bilmaysiz-ku qanaqaligini. Просто tap kes. U besi necha kilo? Farqi yo'q, bular kesib tashlayverar ekan. Yo, tavba, pul bo'lsa bo'ldi ekanda. Ujas.